AQSh Eronga qarshi 38 yil ichida birinchi bor paluba artilleriyasi bilan zarba berdi. Zuarzon nashri xabariga ko'ra, AQSh dengizidagi nishonlarga qarshi paluba artilleriyasidan so'nggi 38 yil ichida ilk marotaba foydalangan. Qolaversa, AQShda urush sabab halok bo'lgan askarlar soni e'lon qilindi. AQSh harbiy departamenti Eronga qarshi urushda 271 piyoda askar, 64 dengiz floti xodimi, 19 dengiz piyodasi va 46 havo kuchlar a'zosi yaralanganini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 14-mart holatida Eronga qarshi harbiy operatsiya boshlangandan buyon Yaqin Sharqda 13 nafar amerikalik harbiy halok bo'lgan, 10 nafar harbiy xizmatchi og'ir yaralangan, 200 ga yaqini yengil jarohat olgan. Ulardan 170 nafari esa xizmatga qaytgani ma'lum qilingan edi. Isroil kanali xabar qilishiga ko'ra esa, Tramp Eronga kelasi yakshanbagacha diplomatik kelishuvga erishish uchun muddat belgilagan. Avvalroq esa hech qanday muddat kuni belgilanmagan degan ma'lumotlar taqdim qilingan edi. Xususan, Tramp yadroviy kodlardan foydalanishga uringani, biroq qurolli kuchlar boshlig'i tomonidan to'xtatilgani bildirilmoqda. Markaziy razvedka boshqarmasining iste'fodagi tahlilchisi Larry Johnsonning so'zlariga ko'ra, Oq uyda bo'lib o'tgan favqulodda yig'ilish vaqtida Donald Tramp yadroviy kodlarga kirishga uringan. Biroq general Den Keyn tomonidan to'xtatilgan. U qurolli kuchlar boshlig'i sifatidagi vakolatlarini aytib o'tgan. Lekin Trampga nima sababdan yadroviy kodlar kerak bo'lganligi ochiqlanmagan. Bundan tashqari, AQSh markaziy qo'mondonligi blokada boshlanganidan beri AQSh dengiz floti Eron bilan bog'liq 29 kemani ushlab qolganini bildirmoqda. Unga ko'ra, CENTCOM blokada amalda ekanligini ta'kidladi va uning buzilgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Eron davlat ommaviy axborot vositalari bo'lsa, Hormuz bo'g'ozi orqali o'tadigan suvosti internet kabellarining batafsil xaritasini e'lon qila turib, qo'shimchasiga ularni yo'q qilish bilan tahdid qildi. Shuni ham aytib o'tish lozimki, Eronda urush sabab 2 million ishchi bo'shatilgan. Ish beruvchilar va hukumat bu holatni ishchi kuchini muvozanatlash deya ta'kidlashmoqda. Politico xabariga qaraganda, AQSh prezidenti administratsiyasi NATOdagi ittifoqchilarni yaxshi va yomonga ajratib, ularning ro'yxatini tuzdi. Prezident Donald Tramp Eronga qarshi urushni qo'llab-quvvatlashdan bosh tortgan mamlakatlarni jazolash yo'llarini izlamoqda. Ro'yxat shunga asosan tuzib chiqilgani ma'lum qilindi. Ro'yxat ustidagi ishlar NATO bosh kotibi Mark Ruttening aprel oyi boshida Vashingtonga tashrifi arafasida olib borilgan. Jarayon davomida amerikalik amaldorlar har bir davlatning jamoaviy mudofaaga qo'shgan hissasini baholab, shundan kelib chiqib ularni turli toifalarga ajratgan. Shunday ekan, qarama-qarshiliklar hozircha davom etmoqda.